Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasi gündəlik xəbərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 8 ayının 31 günü seyşənbə. Həmmələrə şu vaxt xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəbərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Xalqaro Uyghur Sud Kollegiyasının Londonda ötküzülən ikinci qitimlik sotu 9 ayının 10 günü London vaxtı ətdigən saat 9'da Uyghur Sud Kollegiyasının rəisi Jeffrey Nice və Sud Kollegiyasının baş advokatı Hamid Sabi əpəndilərinin eciliş nutqu bilan başlandı. Ötkenki birinci qitimlik sotda tunji bo'lib guvohlik bergan shaxs Gollandiyadagi o'zbek lager shohidimiz Qalbinur Sida xonim edi. Bu qitimlik sotda tunji bo'lib guvohlik beradigan shohidimiz ma'lum bir davlatdagi Uyg'ur xonimdan iborat. Dünya Uyghur Qurultayı Mərkəzi orqanının bugün istansimizga bildirişçə, bu növbətlik sotda chet ellik və Şərqi Türkistonlik bo'lib jami 40 nəfərə yaqin kishi guvohlik berdi. Bularning ichida Uyg'ur va qozoqlarni o'z ichiga olgan Şərqi Türkistonlik shohidlar 10 nəfər. Şərqi Türkistonlik tədqiqatçılar 4 nəfər. Qolganlari chet ellik və Xitoylardan tarkib topgan mutaxassis və qonunshunoslardan iborat. Sotning tunji kuni Şərqi Türkistonlik shohidlar və chet ellik tədqiqatçılardan bo'lib jami 8 nəfər kishi guvohlik berdi. Bularning ichida bir nafar Xitoy tadqiqotchi bor. Oldingi qitimlik sotda bir nafar Xitoy soqchimi guvohlik berib, intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Bu qitim Londonda o'tkaziladigan ikkinchi qitimlik sotning butun jarayoni 9 ayning 10 kuni London vaqti atgan soat 8:30 da sizlar ko'rayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining YouTube kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Bu qitim sotda guvohlik beradigan chet ellik shohidlarning so'zlari istansimiz tarafidan alayda taklif qilingan 2 nafar tarjimon orqali naq maydondan bevosita tarjima qilinadi. Istansimiz sot boshlanishidan 2 kun burun, ya'ni 9 ayning 8 va 9 kunlari sotga qatnashish uchun Londonga kelgan Sharq Turkistonlik guvohchilar va kuzatuvchilarning qatnashishida cho'ng tipdagi naq maydon suhbat programmasi o'tkazdi. Sotning oxirgi kuni bo'lgan 9 ayning 13 kuni kechda so'z solida Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Angliya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishida boshlamchilik rolini o'ynagan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchragan Nusrat G'ani qatorliq parlament a'zolariga sharafnoma tarqatish murosimi o'tkazildi va mazkur murosimni stansimizning YouTube sahifasi orqali naq maydondan tarqatiladi. Shunga hozirdan boshlab stansimizning YouTube sahifasiga obuna bo'ling va bu tarixiy fursatni qochirmang. Bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayining vakillik saylimi 22 avgust yakshanba kuni muvaffaqiyatli holda oxirlashgan va 30 davlatdan jami 207 nafar rasmiy vakil demokratik usulda saylab chiqilgan edi. Bundan keyingi bosqichda rasmiy vakillar o'zlarini qurultayning har qaysi organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatishga boshlaydi. Qurultay rahbarligiga nomzod bo'g'uvchilarga qo'yiladigan shartlar, saylanadigan organlar va bu organlarning salohiyati va xizmat doirasi haqidagi materiallar Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyoni tarafidan har bir vakilga bevosita yetkazib beriladi. Undan boshqa yana qurultayning rasmiy vakillari hozirdan e'tiboran qurultay tarkibidagi har qaysi xizmat komitetlariga doimiy a'zolikqa taqsim qilinishga boshlanadi. Har bir vakil eng az 2 xizmat komitetiga doimiy a'zo bo'lishi lozim. Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining qaroriga asosan bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragda o'tkaziladigan 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayida rasmiy vakillar tarafidan demokratik usulda saylab chiqiladigan rahbarlik organlari tuvandikicha. Dünya Uyghur Qurultayining rais va muavin raislari, Dünya Uyghur Qurultayı ijroiya komitetining rais va muavin raislari, Dünya Uyghur Qurultayining bosh taftish va muavin bosh taftishlari, Dünya Uyghur Qurultayı fondining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı yoshlar komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı ayollar komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı ichki ishlar komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı tashviqot uchur markazining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı tadqiqot markazi mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı diniy ishlar komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı ma'rif komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı madaniyat komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı muhojirlar markazi mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı nashriyat markazining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı sayya komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı ekologiya komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy ishlari komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı kishilik huquq komitetining mudiri, Dünya Uyghur Qurultayı arxiv markazi mudiri. Yuqorqi organlardan boshqa yana qurultayning oliy maslahatchilari, kotibi, bayonotchilar, qurultayning har qaysi allardagi vakolatchilari va qurultayning har qaysi davlatlarda ta'sis qilgan ishxonalarining direktorlari 7 navbatlik Dünya Uyghur Qurultayı raisining vakillar ichidan yoki sirtdan bevosita nomzod qilib ko'rsatishi, qurultay vakillarining va qurultay ijroiya komitetining ma'qulligi bilan vazifaga qo'yiladi. Qurultay vakillari ijroiya komitetining yuqorqi 16 xizmat komitetiga doimiy a'zolikqa taqsim qilinadi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 30 avgust majburiy g'oyib bo'lganlar xalqaro kuni munosabati bilan bayonot e'lon qilib, hukumatlarni barliq majburiy g'oyib qilingan kishilarni qaytarib kelishga, ular haqida uchur berishga va bu xil delillar ustidan mustaqil ham tarafsiz tekshirish ilib berishga chaqirgan. Bayonotda Blinken Uyg'urlarning ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, biroq u Amerikaning majburiy g'oyib qilib etishdek bu ig'ir jinoyatning qurbonlariga, tuqqanlarining yo'qligidan azob ichida yashayotganlarga, ularning qayerda ekanligi, shundaqla ularning taqdiri to'g'risida uchura olmay iztirab chekayotganlarning tarafini tutadiganligini bildirgan. Chet el mutaxassislarining faraz qilishicha 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda oz deganda 1,800,000 Uyg'ur tutqun qilinib, Xitoyning turma lagerlarida g'oyib bo'lgan. Amerika hukumati Xitoyning hozirga qadar izchil g'oyib bo'lgan bu Uyg'urlarni qo'yib berishga yoki xalqaroning mustaqil tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishga chaqirib kelgan edi. Blinken bayonotida Amerika barliq majburiy g'oyib qilib etishlarni qattiq ayiblaydi. Hukumatlarni majburiy g'oyiblarning qaytib kelishiga qulaylik yaratishga, barliq g'oyiblar to'g'risida uchur berishga, shundaqla bu xil delillar ustidan mustaqil va oshkor tekshirish ilib berishga chaqirdi degan. Blinkenning aytishicha, hukumatlar cho'qim majburiy g'oyib qilib etishga xotima berishi, javobgarlarning mas'uliyatini surishtirishi, g'oyiblarning taqdiri va qayerda ekanligini oshkorlashi kerak ekan. Xitoy rahbari Xi Jinping 27 va 28 avgust kunlari Xibey o'lkasining Chengdi shahrida o'tkazilgan millatlar xizmati yig'inida Uyg'urlarni bostirish va assimilyatsiya qilishni texmo kuchaytirganligining signalini bergan. Bu yig'inda u milliy bo'lgunchilik va diniy radikallikni tub yiltizdan yo'qotishni, millatlar ishlaridagi cho'ng xavf-xatar va yushurin xatarlarning qat'iy oldini olishni talab qilgan. Xitoy hukumati xalqaro Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblanayotgan mazgilda o'zining navbatdagi millatlar siyosatida atalmish terrorlik va diniy oshqo'llikqa qarshi turishni kuchaytirganligini talab qilishi diqqat qo'zg'adi. Xitoy terrorlik va diniy oshqo'llikni bahona qilib izchil turda Uyg'urlarni bostirib kelgan. Yaqinda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerikaning Sharq Turkiston islom harakatini qaytadan terrorlik tashkilotlari tizimligiga kirgizishini talab qilgan edi. Janubiy Xitoy atganlik pochtasi gazetining oshkorlashicha yig'inda Xi Jinping mundaq degan: Biz ideologiya asosida ching turishimiz lozim. Biz milliy omillarga aloqador ideologiyalik masalalarni aktiv va puxta hal qilishimiz, milliy bo'lgunchilik, diniy oshqo'llikning zararlik ideyalarini yo'qotishni davomlashtirishimiz kerak. Uning aytishicha, terrorlikqa qarshi xalqaro hamkorlik kuchaytirilib, ko'p qism davlatlar, xalqaro tashkilotlar, chet ellardagi Xitoylar va Xitoydan kelgan oz sonli millatlar bilan ishbirligi ilib berish kerak ekan. U yana diqqatni Jonxo millati engini shakllantirishga markazlashtirishni ta'kidlab, oz sonli millat a'zolarini Jonxo milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yishga chaqirgan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq hukumat Afg'onistondagi Talibanlarning Sharq Turkiston islom harakati bilan bo'lgan chek-chegarasini ayirishni va ularga zarba berishni talab qilgan. Bu atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq hukumatning tunji qitim Afg'oniston vaziyatidagi o'zgarishga qarata ifoda bildirishidir. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, bu talabni atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq hukumatning bayonotchisi Ilijan Inoyat 30 avgust Bejingda o'tkazilgan axborot yig'inida aytgan. U so'zida Sharq Turkiston islom harakati qatorliq kuchlarning izchil Afg'onistonda to'planib, Xinjiangning bexatarligi va muqimligiga tahdid kelganligini, Afg'oniston Talibanlarining Sharq Turkiston islom harakati qatorliq barliq terrorlik tashkilotlari bilan bo'lgan chek-chegarasini ayirishini, shundaqla ularga qat'iy va unumli zarba berishini umid qiladiganligini aytgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Sharq Turkiston islom harakatining Afg'onistonda mavjudligiga oid aniq dalil bo'lmasa-mu, biroq Xitoy hukumatı bu guruhning mavjud ekanligini ta'kidlab, bu orqali o'zining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini yepishga urinmoqda ekan. Xitoy hukumati 20 yil avval Sharq Turkiston islom harakatini terrorlikqa bog'lashda ularning Taliban va Al-Qoida bilan bo'lgan aloqasini sabab qilib ko'rsatgan edi. Lekin Ilijan Inoyat 30 avgust muxbirlarga Afg'on Talibanlarining rayon bexatarlik, muqimlik va taraqqiyot hamkorligidagi to'salg'ularni ilib tashlab, aktiv rol o'ynashi va foydali sharoit yaratishini umid qiladiganligini bildirgan. 28 va 29 avgust kunlari Amerikadagi Uyg'ur tashkilotlaridan Uyg'ur kishilik huquq qurilishining o'rinlashtirishi va Uyg'ur akademiyasi bilan Sharq Turkiston yangi avlod harakatining hamkorligida Uyg'ur yoshlari uchun kishilik huquq va taratquv bo'yicha tarbiyalash kursi ochildi. Mazkur tarbiyalash kursi tor vositasi orqali olib berilgan bo'lib, Turkiyadan 20 dan ortiq Uyg'ur yosh qatnashgan. Mazkur tarbiyalash kursiga Uyg'ur faoliyatchi Mustafa Aqso riyosatchilik qilgan bo'lib, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat, Uyg'ur akademiyasining muavin raisi Abdulhamid Qaraxon, Erkin Asiya radiosining tajribalik muxbirlaridan Shuhrat O'shur qatorliqlar qatnashgan. Uningdan boshqa Uyg'ur kishilik huquq qurilishidagi tadqiqotchilardan Elis Anderson xonim va Zubayra Shamsiddin xonim qatnashib, Uyg'ur huquqchilariga kishilik huquq prinsiplari va kurash yo'llari haqida ma'lumot bergan. Mazkur kursga qatnashgan muxbir Shuhrat O'shur, yosh turk faoliyatchilaridan Kubra O'zturk va Fatma Nur Sherin qatorliqlar Uyg'ur yoshlarga axborotchilik va kishilik huquq tashviqotlarini qanot yaydirishning texnikalik tafsilotlari to'g'risida leksiya bergan.
Uyg'ur qirg'inchiligini xalqaralashtirishda axborotning va kishilik huquq tashviqotlarining zaruriyati ta'kidlanib kelayotgan bo'lib, mutaxassislar yosh Uyg'ur faoliyatchilarining bu xil kasbiy bilimlar bo'yicha tarbiyalanishining Uyg'ur davosini ilgari surishda intayin muhim rol o'ynaydiganligini bildirmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimli programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr, xush.